Assalomu alaykum barchaga. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, obunachilar, bizni endi birinchi marta ko'rib turganga barchaga salom. Yangi obyektimizga ham kelib oldik mana, tomga penalonboz quyish jarayoni. Hozirgi taygani bir qator materiallarni yozib oldik, zapravka qilish jarayoni. Bu tarafimiz qoldi. Shu 150 kvadrat atrofi joyimiz bor. Hozir manzilimiz Andijonda bo'ldi, Shaharxondamiz. Mana do'stlar, quyish jarayoni ham boshlab oldik. Ko'rib turganlaringiz bunaqa doskani qo'yib, kerakli joyini to'sib olib, bir boshdan unaqa qilib razmerini chiqarib quyib kelaveramiz. Mana shuni penasi bo'ladi, qo'shiladigan. Bu tarafimiz bo'ldi, mana ikki bo'lib quyib oldik. Yaxshi chiroyli holatda chiqdi. Kerakli joylariga ham dimoxodlarni qo'yib, santimetrini ham chiqarib ketyapmiz, chiroyli qilib. Boshida quyilish jarayoni mana shunday holatda bo'ladi. Ichi qo'yroq qilib lo'da ishlanadi, bir qator yamab olinadi oqadigan joylaridan. Keyin ustidan qo'yaveramiz. Mana taraflarimizni ham ustiga bir qator chiqib ko'rsatib beraylik. Qattiqligi yaxshi. Уже mana 2-3 soat bo'ldi mana quyilganiga. Ustida mana bemalol yurib. Yorilish yo'q, bemalol unaqa hammomlar usti bo'lsa ham 2 tonnalik suv bachoylarni qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Izi ham chiqmaydi. Hozircha qo'yroq holatda qilib yamab olgani quyilyapti. Tepalariga bo'lsa bundan suyuqroq holatda quyiladi. Mana bu qator ustiga ham chiqib yurib ko'rsatib beraylik. Mana oyoq izlari yo'q mana. Mana to'g'ri. Ko'rib turibsizlar mana. Zo'r holatda chiqyapti. Aka hormanglar endi. Salomat bo'ling aka. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Endi aka bu penalonbozimiz haqida jicha ma'lumot berib o'taylik. Bilganlar uchun endi yangilik emas. Bilmaganlar uchun bir qator. Bo'ldi. Xo'p, bu loy suvoqdan afzalliklari juda ko'p, a? Juda ko'p. Vazni yengil bo'ladi. O'tda yonmaydi. Qalanib ketmaydi, yorilib ketmaydi. Loy suvoqqa qaraganda. Issiq sovuqda 100% holatda ushlaydi. Izolyatsiya mahsulot. Mana ko'rib turibsizlar, mana burchaklarda ham mana umuman bir teshik holat qolmagan, mana to'siqlarda atrof mana shunday holatda mana yamashib olyapti. Yinada teshik ham qolmaydi. Shuni hisobiga yozgi kunlarida quyoshdan shipirda tunukaning issiqlarini uyda ichiga o'tkazmaydi. Qishki kunida uyda haroratini ham bir xilda ushaveradi. Tepadan umuman issiqlik chiqib ketmaydi. Mana bu taraflar ham yamab olingan. Endi ko'pchilik chiriydimi, boshqa bo'lar ekan deb savol berishyapti. O'zi asli bu chirtadigan narsa ham emas. Yana shuni oldini olib mana har bitta uyga katta kichikligiga qaramay bitta burchakda turibdi. Mana bitta ikkitadan, uchtadan qilib dimoxod qo'yib yuboramiz. Shulardan havo aylanib turadi. Bir chirishini ham oldini oladi. Xo'p, bu joyimizda yana bir qator video qilibmiz, quyib bo'lganimizdan keyin chiroyli qilib video qilibmiz, mana shu yerdan bag'imiz qolgan. Bu taraflarni ko'rsatib o'tdik, mana qo'ldan kelgancha. Chiroyli holatda quyib ketilyapti. Bizni kuzatishda davom eting, do'stlar. Videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, yana ham yangi obyektlarni xohlasa qo'yib boramiz. Kimda savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xo'p, bu tarafimizni ham bir qator quyib olaylik, chiroyli bitta kadr qilib videomizni tugatib qo'yamiz keyin. Mana do'stlar, bu obyektimizni ham xudo xolasa tugatib oldik. Jicha joyimiz qoldi.
Mana shu joyimizni ham mana to'ldirib olsak va obyektimiz ham tugadi. Tonga pena quydirmoqchi bo'lsangiz, shu ekranda nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Mana bu taraflarimizda mana ustiga chiqib olganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, instrumentlar hamma yo'q, bemalol, yorilish yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi holatda chiqyapti. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.